Sochlaringiz to'kilaverib, bezoringiz chiqdimi? Baraka topkunlar. Qizil piyozni bozordan olib keling. Bitta kattasini parraq qilib to'g'rab, 1 litr suvga tashab, 1 qoshiq qora kofe tashab, bir qaynab chiqsin, 5-10 minut qaynating, keyin ilitib, boshida bir haftada bir marta yuving, bir haftada 2 marta ham yuving. Mana shu sochlaringiz tagidan vijillab mayda sochchalar chiqib, to'kilayotgan sochlar to'xtaydi. Baraka top. Siz bir marta xo'p deng, agar Zafarobod nohiyasida bo'lsangiz, mana endi aytgan shampunimni topdim. Men hali hech qachon ko'rmagandim. Qizil piyoz shampuni sochlar to'kilishini to'xtatar ekan. Keyin bu yerda kimga yoqsiz jenshenniki bor ekan, limonniki bor, chisnokniki bor. Zafarobod nohiyasida. Xo'p deng, baraka topkunlar. Men antikvar mana bunaqa ilonni zahridan bo'lgan, mana bunday ilonni zahridan bo'lgan, ilonni surat turibdi-da, xullas. Ayollar uchun shekillida. Mana shunaqa shampun bor ekan, yuvar ekansiz, mana bunday to'kilgan sochlar bor-ku, yana qayta chiqarar ekan. Xo'p deng. Bir hafta suratini qo'yaman, mana qarang. Zafarobod nohiyasida bo'lsangiz, mana shu do'koncha yangi ochilgan parfumeriya shampunda 200-300 xildan oshiq shampunlar bor. Arzon shampunga, feriga o'xshagan shampunga boshingizni yuvib olasiz, keyin to'kilyapti, nima qilay g'ulomjon deb yotasizda, mana shunaqa shampunlardan bir proba qilib yuvib ko'ring, baraka topkur. 25 somon turadi, mana u 50 somon turadi. Bu kuchli ekan. Sochlar to'kilishini to'xtatar ekan. Mana shu bir hafta nomerlari bilan qo'yaman. Telefon qilsangiz Zafarobod nohiyasi bo'yicha, viloyat sud nohiyasi Zafarobod bo'yicha uylangizga ham yetkazib beradi. Kim Zafarobod nohiyasida bo'lsa, shunday kelsangiz, bozor Badoqshonning yonida Shams aptekasini to'g'rayida, o'zi bitta yangi do'kon ochilgan. Foydali bo'lgani uchun men sizlarga reklama qilyapman. Tojikiston G'ulomjondan foydali maslahat. Soch problemalarga yuborib qo'yinglar. Tojikiston hamma vaqt joni dilim, vatanim va pesh. Podpiska, baraka topkur, like.